to'xtamay pilning chiqirinsiga ochiq bo'lib yuradigan, hatto pilning kayni turib qig'ning chiqishini payda turib saqlab talishib ilib ketadigan, tirishmagan men bo'lib qolaman tam tövdiki sen degan gapga qattiq ishonganlikdan har kuni o'zidan yo'g'on qilgan to'ssam tirishgan bo'laman degan qarashga kelgan, pilning qo'llashiga erishgan butun yayloqdagi o'g'itlarning banjansi, o'z kasbining kuchli yetakchisi, o'simliklarning dangliq yo'lakchisi, bola paqlarning qora tushi bo'lgan bu sho'ngyin yangda narim bo'lsa, dal bugungi hikoyamizning bosh qahramoni Po'qli qo'ng'iz. Yo'q, po'qtoshaydigan qo'ng'iz. Yo'q, po'qqa amroq qo'ng'iz. Bumi toza bo'lmadi ya. Bo'ldilar, uning ismini qanday qo'yish sizlarga qoldi hamsa do'stlar. Qini inkas rayonida menga yordamdan birini qilib uning ism qo'yib beringlar. Men bir bilib olay. Gerçi ismini bilmasam-mu, lekin uning bo'lgan hurmatim hargiz odatdagich emas shumi mening. Shunga yana uning tarjimonini sizlarga bir qiqas qilib so'zlab beray dedim-ku. Qini hamsa boshlab ketdik. Hozircha uni qirg'chi qo'ng'iz deb turay. Qirg'chi qo'ng'iz bo'lsa yog'och qanotlilar adirti qo'ng'iz oilasiga tava bir xil ulug' jonliq. Butun dunyoda jami 20 ming xilda ortiq qirg'chi qo'ng'iz bor. Antarktikadan boshqa har qanday joyda uning hikoyasini anglaguli bo'ladi. Shunga qirg'banjansi degan gap uningga toza mos keladi. Uning ustiga hamma joyda uning qirg' tarqitish rolini hargiz salchoqlig'i bo'lmaydi. Qirg'chi qo'ng'iz 6 futlik jonliq. Odatda uning bu sirliq 6 futi dal qirg'larning qarchushi hisoblanadi. Chunki u dal mush putlari bilan qirg'larni parchalab ko'kum talqon qilib yetadi. Mutlaq ko'p sondagi bu qirg'chilar shu o'g'usiman narsani o'zining mazzilik ozuqlik qiladi. Eng qiziqarli yeri ular texnik qirg'ni tanlab yeydi. O'txo'r hayvonlarning qirg'iga kelsak, ular sal suv tarkibi yuqori bo'lgan qirg'larni yeyish nimaga tan qilmaydi. Go'shxo'r hayvonlarning qirg'iga kelsak, toza kuchli talab yo'q. Uningdan boshqa faqat amal bo'lmaganda zambiroq chirigan go'sht qatorliqlarni qo'shimcha yeb qo'ydi. Bu do'stlikni boshda ulug' jonliq deyishimning mundaq bir sababi bor. Videoda ko'rganimizdek qirg'chi qo'ng'izlarning ba'zilari qirg'ni yig'ib avval sharsiman qilib oladi. Ondan bir jup tish qo'ng'iz va erkak qo'ng'iz buni osonla yo'tkab mangadi. Hamda yoshirin joyga tiqib qo'yib asta-asta yeydi. Bo'lmasa ularning po'xlari boshqalar tarafida o'g'irlanib ketadigan chiqadi. Ularning bu aqlliligi va o'zik pishiqligi haqiqatan bizning qo'l qo'yishimizga arziydi. Buningdan biz dal ularning nima uchun tadrijiy taraqqiyot jarayonida shallanib ketmaganligini ko'ra olamiz. Uningdan boshqa qirg'chi qo'ng'izning tabiatdagi rolimi uning hozirgacha shallanmay kelganligining sababi bo'lishi mumkin. Chunki u qirg'ni o'tkash jarayonida o'simliklarni o'g'it bilan ta'minlaydi. Tuproqni qo'llash jarayonida tuproqning havo olmishini ilgari suradi. U yana o'ychivin tuxumi va lichinkisni yeb ziyondosh hasharotlarning sonini ma'lum darajada tizginlaydi. Yana texnik qirg'dagi ba'zi o'simlik urug'larining tarqalishini ilgari surib, yepinchi o'simliklarning asliga kelishi tuproqning saqlanishini ilgari suradi. Shunga oxirida demay tura olmaymizki, bu adashqa faqat o'simlik hayvonlarning emas, biz insonlarning hurmatimiz intayin kuchli. Shunga tabiat bilan inoq o'tish, tabiat bilan o'rtaq taraqqiy qilishning o'zi o'zimizni qo'dg'anligi hisoblanadi.